Farg'onada 5,8 million dona pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar idoralari bilan hamkorlikda yirik miqdordagi pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Farg'ona tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda oldindan kuzatuvga olingan shaxs boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida yukxonaga 2 turdagi 2,324 ming dona salyut va petardalar ortilgani fosh bo'ldi. Shuningdek, mazkur yuk avtotransport vositasi kelib to'xtagan xonadan ham ko'zdan kechirilganida bu yerda ham 2 turdagi 3,485 ming donadan ziyod salyut va petardalar borligi aniqlangan. Shunday qilib, mazkur holatda huquqbuzarlardan olib qo'yilgan muqaddam noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan va sifati kafolatlanmagan pirotexnika vositalarining umumiy miqdori 5,8 million donadan oshmoqda. Hozirda vaqtincha saqlovga topshirilgan mazkur pirotexnika vositalarining umumiy qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 1,3 milliard so'mni tashkil qilmoqda deyiladi xabarda. Ayni vaqtda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Farg'onaga motorni kuzatishda davom eting. Izohlarda esa fikrlaringizni yozib qoldiring.